Assalamu alaykum hörmətli anlıqçılar, xeyirli gündə. Yazğıcı Yasıncan Sadıqçıoğlu'nun Bahadır Namı namlıq romanının davamını anlığaysızlar. Hisar vilayetdagi təvə çiltu otluqdan əskan səhərinin quru şamılı tolum rahatlik edi. Bamdatmamızı ixlas bilan o'qib bo'lib, Bekavul Bəkke naştılıq dastıxanını şah çedirinin sırtıdagi çimliqqa selishni buyurgan Baburning naştığa ishtihası yo'q edi. Şeybanxonning Samarqandni olganlik xabarini anlagan Babur ittifoqchisi Muhammad Mazid Tarxon bilan maslahatlashib, avval kechki chekingan edi. Keyin bu yerda turishni loyiq ko'rmay, Xusrav shoh bilan birlashib, Samarqandga lashkar tortish maqsadida Hisarga qarab yo'lga chiqqan edi. Qo'ymayi sut aralashtirib yiqilgan safar to'qichidan bir burda uchtib og'ziga solgan Babur ikkital o'rik meg'izni qo'shib chaynabla chiroyini purishtirdi. Ochiq o'rik meg'izi og'zini battan qilib qo'ygan edi. Shundaqdimi og'ziga solgan taomni tukirvasi yomon bo'ladi degan aqida bilan choli chaynab yutibdi va jonon chinidagi qaymoqlar bir ilik laylab turgan atgan choydan 2 yutum o'tlab og'zidagi battamni bosdi. 10 tal tatliq meg'iz, bir tal ochiq meg'izga tanishmagani qiziq. Mening hozirgi ahvolim shu. Xuddi ochiq meg'iz choyni vaqandakla. Amal qancha? Chaynab yutish kerak. Uning battamini bu shundoq atgan choy yoki boshqa narsa bilan besish kerak. Ammo ochiq meg'izni chaynab silishdanmi ehtiyot qilish kerak. Aniqki, men uchun oldiga yordam so'rab qo'ymoqchi bo'lgan Xusrav shoh ochiq meg'iz va balkim zahar bo'lishi mumkin. Muhammad Mazid Tarxonning maslahatiga kirib, uning oldiga yordam so'rab berishdan ilgari Nemishqa Xonzod Mas'ud Mirza bilan Xonzod Boysunqur Mirzaning fojiasini esimga olmadi. U o'sha Xonzodlarning otaliqi ustoz emasmidi? Tatmasdan ularni o'ldirgan, qasligan tursa, mana qanchalik vafo qilar. Nomard munofiqdan madad tilash, bechoradek, to'q yurakli qu oxir. Kechirgaylar podsho oliylari. U qadirmas xiyollarni yig'ishtirib Bekavul Bəkke qaradi. Xo'sh, Muhammad Mazid Tarxon janoblari huzurlariga salomga kelmoqchi. Marhamat qilsin. Qashaning sirtida saqlab turgan Muhammad Mazid Tarxon ayol o'tmayli kirib keldi. Assalomu alaykum. Podsho oliylarining oltin bo'ylari esanmikin? Va alaykum assalom. Babur biroz qimirlab qo'yib so'radi. Kechidan obdan orom etdilarmi Tarxon janoblari? Qani kaslar, bizni nost qilayli. Xizmatkorlar Muhammad Mazid Tarxonning oldiga bir chini atgan choy keltirdi. Podsho oliylari texchi qo'zg'almag'achqa navkarlarimiz chedir bargohlarimizni cho'zib ketinolmadi, dedi Muhammad Mazid Tarxon muddasini bildirib. Buguncha Chiltu yayliqida orom elib, Hisarga ati jo'namdiq ya. Hisarga berishdan yoltaydim, dedi Babur ko'ngildagini ochiqli bildirib. Sili berishni ixtiyor qilgan bo'lsa, xijolat tatmag'ayli. Ol Xusrav shohning dasturxonida hozircha mening rizqim yo'q o'xshaydi. Babur kechdan qo'zg'alish oldida Hisarga berish muddasini bildirib, Xusrav shohga chaparman mangdirgan edi. Chaparman tunugun kes Xusrav shohning oldiga avatgan elchi bilan uchrashdi. Xusrav shoh Baburni turkiy tilda oz tepiladigan chiroyli so'zlar bilan ta'riflab, Hisarga taklif qilgan bo'lsa-mu, Hisarda kichikkin shaharning Baburda katta hukmdorga loyiq kelmasligidan to'liq andish qilganligini alohida eskartgan hamda Baburning so'g'isiga javoban 9 ot, 9 yoqiliq to'n avatgan edi. Xusrav shohning xatini o'qib avatgan so'g'isiga shundoq nazar tashlagan Baburning chiroyining tutilib ketganligidan uning Hisarga berish o'yidan yonganligi Muhammad Mazid Tarxonga ayon bo'lgan edi. Ayni vaqtda Sultan Mahmud Mirzaning o'limini bir necha kun sir tutib, o'sha bahonada Samarqand xazinasining tangdan to'lisini shaxsiy xazinaga yetkazib ulgurgan
Mal dünyasının köplüğü bilen etrafda danqıba Xusravşahның əvətkən bu soğğusının əlbəttə tilgə alğıçılığı yox idi. Hem de Babırның şahlıq mərtəbəsinə layiq gəlməydi. Tönügünkü pişkeşlerini görüp haddi hesapsız mal dünyası bağ Xusravşahның qılğan pısıqlıqıdan kəminlərimi tan qaldı. Dedi Muhammed Məzid Tarxan ihtiyatçılıq bilen sözləb. İnsanın vücudunda mərtlik bilen namərtlik, saxavat bilen xəssislik tən mövcud bolup durdu. Bir de mərtlik, saxavat duyğusu üstün tursa, bir de namərtlik, xəssislik duyğuları köngül təxtiga hükümran bolup alıdı. Belkim şu çağda Xusravşahның vücuduga namərtlik, xəssislik hükümranlıq qılğan çağı. Köz aldığımızki büyük məqsədlər üçün bol işlarını köngüllərdən götürüp etkəylə. Oyçallıq bilen oltırğan Babur meyiqada külümsirdi. Tarxan bəy cənabları zinhar xata düşünüp qalmağayla. Dedi o muddasını bilip qalğan Muhammed Məzid Tarxanның aldıda oңaysızlığını yüşürüz qıtırışıb. Soğuğu pişkeşlərinin az köplüğü muhim emas. Muhimi köngül. Onun mektubunu silimi gördüler. Hisarda kichkin shahar podsho oliylarining savkiga mos kelmasligidan voyim yeyman degani nimasi? Bu uch qo'shkar meni qarshi olmaydiganligini bildirgani bo'lmay nima? Aqlga ishora, nodonga juvoldiruz debdikan. Garchi zamonasining aqllaridan bo'lmasammi, bunchalik ishorani bilguchiligim bor. Baburni Hisarga da'vat qilishga sabab topolmagan Muhammed Məzid Tarxan ümitsizlik bilan beshini töven saldı. Xotin balalarını əgəştirib çıxan Muhammed Məzid Tarxanның Baburga əgişib, qıyqılıb soqulub yürüşkə rayı yox idi. Xusravşahqa məndən salam etsila, deydi Babur Muhammed Məzid Tarxanны xicillikdən qutuldurup. Mən mi başqaçıraq yol tutarmın. Padişah alilərinin aldığı köp xicilmən. Dedi Muhammed Məzid Tarxan asta ornadan turub. Xizmətlərdə boluşqa Allah egen buyurmağan oxşaydı. Salametliklərini köp asırğayla. Muradları tezirək hasıl boğay. Kəminlərgimi ol Xusravşahның dərgahığı beriş hacət qalmadı. Ax yolluq bulalısam, iki hərəmni tavab qılıb gelirmən. Təqdir pişanımızga bitilgen bolsa, yeni körüşüp qalarmız. Muhammed Məzid Tarxan ketib ətisi Baburның Şirəli bəy, Quç bəy qatarlıq sərkərləri Xusravşahını panaq tartıb Hisarga ketdi. O keşki menisinin aldıda Səmərqandni pat yaqında olanmaydıqanlıqqa göz yetib, enisi Cahangir Mirzini sərkərli ləşkərləri bilen Fərğaniga qaytırıb etken idi. Əlbəttə, ak ufqala bir yerdə turvasa, Fərğani səltənəti başpanaqsız qalatdı. Cahangir Mirzini yenide turğuzvağını bilenmi, köp yardımı tegmeydiğanlıqı onunğa ayan idi. Şundaq qilib, Baburның yenida Qasım bəy Qavçın qatarlıq 10 neçə sadaqatmən əmər sərkərdisi bilen Noyan Köküldaş qatarlıq 240 nökərli qaldı. Muhammed Məzid Tarxan ketken günü Mirza Abdülvahab Moğul onunğa özür etib Baburның yenida qıb qalğan idi. Bu sərkərdisinin görsətken sadaqati Baburğa az tola təsəlli boldu. Baburның vücudunu yani ümitsizlik çolğub aldı. Çünkü şu günlərdə onun nə barar, nə turar yerinin qarar yox idi. Onunğa qucaq içib turğan söyümlük astanası Andijan bolsa, Yiraqda. Onun üstüge şundaqla qaytıb ketishga yüzü çıdamaydı. Yigitli qorori yol qoymaydı. Öğrü tüpedeki Muhammed Hüseyin Köreganның qeşidi qib qalğan iki momisi, anası, ayalı onun g'albi xabarini kutib, kech gündüz yo'liga qarab turayotgandek bilinadi. Endi qanday qilsam bo'la? Ilkimda tuzuk sarkarlashganlarim qolmadi. Toshkentdagi tog'am Sulton Mahmud xondan yordam so'rashim mumkin emas. Shaybonxon uning sarkardasi. Lashkar berib tur, sarkardan bilan jang qilib Samarqandni tortib olay deyishim hargiz mumkin emas. Xon tog'am Samarqandni elish murodiga oxiri yetdi. Kim biladi, Samarqand taxtida o'tirish uchun hozirlik ko'ryotamdi dehi.
Qara Tegit viloyatidan o'tib Turpandagi kichik xon tog'am Olachi xonning qishiga boraymikan ya. Uning bilan hozirgacha didorlashib baxmadim. Uni behmi farosatlik, bahodir, g'ayur kishi deyishadigan. Uningdan lashkariy yordam olishim tamoman mumkin. Lekin oraliq yiroq, yo'l xatarlik. Acaba ol tog'larimning yordamisizmi biror ishni vujudga chiqaramasmi? Shu topda Shaybonxondan qo'rqib otamdiman yoki nökarlarimning ozliqidan ishonchimni yo'qotib qo'yatamdiman va yoki biror yurtning amir baglarining yordamiga ziyoda umid bog'lab qilyotamdiman. Uyat qil, Bobur. Bundaq to'q yuraklik senga yarashmaydi. Elimi xonadonning ko'p adolatsizliklarni qilgan, ikki navri qayrindishingni jeniga zomin bo'lgan munofiq Xusravshohdan umid kutishdan, uningga toyinishdan nomus qilmading. Elim yaxshi, vaqtida o'shingni tepib olding. Xusravshoh seni qanchalik ko'zgildi? Otasi Sulton Husayn Boyqaradan qechib kelgan bad uz zamon mirziga ko'rsatganchilikmi bo'lsa himmat ko'rsatmadi u. Bo'pti. Bad uz zamon mirzdek o'z tangdishimni demayli qo'yay. Hatto dargohimdan haydalgan uz nasan Boq Tarxon qatorliq nökarlarimga qilgan odamgarchilikni ma qilmadi. Meni o'sha nökarlarimchilikni ko'rmadi. Ko'zga ilmadi. Boshqa ig'ir kun kelganda Eli Xusravshohdek chokinlarkan, hatto saxovatlik bilan dong chiqargan ni zardor to'rlami xasis bo'lib qoldi ekan emasmi? Azobliq tuyg'ularga asir bo'lgan Bobur allaqandoq bir ilhomning turtkisida, kollasida pallada chaqnagan tuvandagi misralarni unlik o'qidi. Kim ko'ribdi ey ko'ngil ahli jahonda yaxshilik? Kimki ondan yaxshi yo'q, ko'z tutma ondan yaxshilik. Bu ikki misra beytni takror o'qigan Bobur birdinla aql topgandek hayajonlandi. Shundoq, yaxshilik, himmatni bir Allohdan kutay. Faqat Allohdan kelgan madadlar mangulik. Bandaning madadi birdamlik. Raqiblarim ko'zni yo'g'on ichib ko'rib qo'ysin. Samarqandni ularning yordamisiz ola olamdimi yo'q. Toshkent xushalliqdan hayajonlangan Sulton Mahmudxonning og'zi qulog'iga yetgan edi. U vaqtsiz samirib ketgan bastini taxtning oltin qubbasiga yo'lab, ulug'vor qiyofatda tamkin o'tirishga tirishgan bo'lsa-mu, boyatin beri amirlarning Samarqand taxti muborak deb og'ziga tegmay aytgan hamdusana, xushomat so'zlari quloq tubida yelidan yiliga jaranglab, o'zini tutib olmay qolgan edi. Qurbi yetsa, ko'zni yumib ochqichi bo'lgan orliqda Samarqandda paydo bo'lib, Ko'ksaroydagi hashamatlik oltin taxtda o'tirsa, Buxoro sharobidan ichib, Samarqand go'zallarining qong'uch payzini sursa. Baboy Bezruk Tug'luq Temirxon oliylaridan keyin bizning xonadonda Samarqand taxtida o'tirish hech kimga nasib bo'lmagan edi. Mana oxir menga nasib bo'lgan bo'ldi. Balkim Patiqanda Hirot, Bag'dod taxtidan o'tirishim mumkin. Balkim uning nerisidagi Allahning taxtimi kelib o'tirishimni kutib turgandi. Shundoq, Toshkent o'rdasi Muhammad Shaybonxonning Samarqandni olgan g'alaba xabari bilan bugun boshqacha qizib, jonlanib ketgan edi. Garchi Shaybonxondan o'rdiga rasmiy ma'lumot kelmagan bo'lsa-mu, Samarqandning e'longanlik xabari allaqachon yetib kelgan edi. Ahmadbek Talba, Ne'mat Mirzo, Sulton Junaydi Barlas, Ayub Bekcha qatorliq amirlar bir tarafdan Sulton Mahmudxonni Samarqand taxti uchun muboraklasa, yana bir tarafdan Shaybonxonning bahodirligini ko'kka ko'tarib, mushu bahonada uni Samarqandga yurish qilishga tavsiya qilib, ko'rsatgan axlini ko'z-ko'z qilish orqali bu g'alabada o'zlarining nasibasi, to'pisi borligini pash qilishga tirishadi. Faqat Said Muhammad Mirzo qatorliq bir qancha amirlar bu hayajonli kayfiyatdan mustasno edi. Bu sharafli Samarqand g'alabasini tabriklash kerak, qudratli adolat panohim.
dedi Ahmadbek Təlbə dəs o'rnidan turib qo'l bog'lig'inicha. Farmon bəslə, shahardagi ra'iyat bugun bayram qilsin. Nog'risini aychilib, samo salsin. Kamini qullari loyoqitin bo'lmasimi, Samarqand taxtining sharafi uchun beg'imda oddiygina dasturxon hozirlay. Xushalliqdan sharob xumori tutib, geli qichishib turgan Sulton Mahmudxonga bu taklif usig'anda to'g'ab ishgandek yoqdi. Bo'ladi, shundoq qilaydi, dedi u va farmon tushirdi. Farmon shaharning har qaysi chorsu, bandigoh, masjid, xonaqo oldilarida nog'ri cheling'ay. Dosh esilib, polo dimlinib, ra'iyatga osh tortilg'ay. Himmatlarga tashakkur oliylari, dedi Ahmadbek Təlbə. Ondan boshqa amirlarga nazarini og'dirdi. Har birlarining g'aribona ko'lbamga qadam tashrif qilib, o'rgil dasturxonimga daxil bo'lishlarini tovanchilik bilan so'rayman. Amirlarning hammasi Sulton Mahmudxonga agishib, Ahmadbek Təlbəning xon o'rdisidan qilishmog'idek hashamatli qasrga qarab mengishdi. Sulton Mahmudxon Samarqandga berib taxtda o'ltirsa, Toshkent cho'ng xonzoda Sulton Muhammad Xonikaga qoldiganligini, o'zi uning bek atkasi bo'lganligi uchun tabiiy holda Toshkentga kelib, xonzodaning hukumat tutish ishlariga yordamlashadiganligini ko'nglida ditlab bo'lgan Ahmadbek Təlbə Sulton Muhammad Xonika qatorli xonzodalarga bir qancha amirzodlarni qo'shib chillab, ularga xonga tayyorlagan so'rinning yenidan ayrim so'rin hozirlashga ulgurgan edi. Sulton Mahmudxon oliylari Samarqandga ketsa, Toshkent nomli cho'ng xonzodaga amaliyotda menga qoladi. O chaqda Boburning qahridan qo'rqib, Farg'ona tog'larida qechib yurgan inim Ahmad Tanbalga xohlagancha boshpanoh bo'la olayman. Texi cho'ng xonzodaning otasining o'rniga taxt chiqarib, xon tiklash ishini ro'yobga chiqarishga fursat tug'ildi. Ahmadbek Təlbə bu xiyolidan cho'chib, so'rindikilarga xuduksirab qarab qo'ydi. Sulton Mahmudxon allaqachon sharob ichish bilan bo'lib ketgan edi. Boshqa amirlar sandan men qolarmanmi deganni qilib, yangidan yangi madhiya so'zlarini yoqtirishyapti. Ahmadbek Təlbə Sulton Mahmudxonni yana bir qitim dasturxonga taklif qilib qo'yib, g'ibida xonzodalarning so'riniga keldi va qaysi bir amirzodining aytayotgan laflarga qiziqib o'tirgan xonzoda Sulton Muhammad Xonikaning qishig'i kelib, qo'liqiga pichirladi. Xon olilarini Samarqand taxt uchun muboraklab qo'ymamdilar xonzoda. Unutug'liqimni qaramamdigan boyli shunda xiyolim bor edi. Xonzoda Ahmadbek Təlbə bilan Sulton Mahmudxonning yeniga keldi. Assalomu alaykum xon ota. Assalomu alaykum janob amirlar. Sulton Mahmudxondan boshqalar o'rinlaridan turib salomni ilik oldi. Muhtaram xon otamning saltanat soyasining shahri Samarqandga tushganidan to'liq xushalman. Shul munosabat bilan xon otamni va saltanatimizga kechkunda sadoqat bildirib xizmat qilib kelgan janob amirlarni muboraklayman. Amirlar tangli javob berishdi. Inshaalloh qudratli qibligohimizning umri uzun, davlat saltanati ziyoda bo'lg'ay. Cho'ng xonzodaning umri uzun, baxt omadlari ziyoda bo'lg'ay. Kelsizlar o'g'lim. Sulton Mahmudxon o'g'liga yenidan joy ko'rsatdi. Silmi kelsizlar amir janoblari, dedi Sulton Mahmudxon sohibxona o'rnida qo'l bog'lab turgan Ahmadbek Təlbəga qarab. Sohibxonaliklar dodiga yetdi. Qoldisini silning o'rinlarida bekovulla qilg'ay. U o'ng yanida ortiqcha parangga aralashmay o'ltirgan Said Muhammad Mirzaga lappada qarab qo'yib, paypaslab kelgan Ahmadbek Təlbəni o'g'lining yanida o'ltirg'izdi. Ha, uning Ahmadbek Təlbəni o'ng yanida o'ltirg'izg'isi bo'lsin, shu daqiqada darhol bu niyatidan yongan edi. Xonning o'ng yanida o'ltirish tamasida turgan Ahmadbek Təlbə ilojisiz xonzodaning yanida o'ltirdi. Men Samarqand taxtida o'ltirsam, o'g'lim Xonika Sulton Toshkent taxtiga noyib bo'ladi, dedi Sulton Mahmudxon Ahmadbek Təlbəga qarab.
Sizlar hozirgacha Xonzodaga otaliq bo'lib tarbiyalab, parvish qildilar. Buningdan keyin Toshkentning ishlarini bir taraf qilishda Xonzodaga hamdamli bo'lsinlar. Shu topda Sulton Mahmudxonning Ahmadbey Talbaga o'ng yenidan o'rin beramaganligi uchun uning ko'nglini yasayotganligini yoki ko'ngliga bitgan muddasini udulli da'vatganligini bilgili bo'lmaydi. Xon oliylari marhamatlidir, dedi Ahmadbey Talba das o'rnidan turib. Kaminlari oliylariga emas, Xonzodaga minavkarman. Nagi chinab otsalar dal shu yerga berib tegishga rag'batim bor. Ahmadbey Talba janoblari haqiqatan vafo ahli, dedi Ne'mat Mirzo Sulton Mahmudxonning Ahmadbey Talbaga ko'rsatgan katta iltifotidan yuragi hasad o'tida puchilib tursimi, zo'rig' hijib turib. Yo'qsa, ziyoda maqtavatdilar amir janoblari, dedi Ahmadbey Talba hayojonini ichiga sig'dirolmagan holda. Har birlarimiz sadoqat bobining yagona bahodirlari. Biz bu vafo va sadoqatni Janobi adolat panohimizdan o'rgangan. Shundoq, on hazratim vafo gulshanining makoni, sadoqat osmonining axtiri, farosat gulining sarxili, adolat va jasoratning namoyandisi, posibonimiz Kang Qusoq yiroqni ko'rar bo'lg'achqa Muhammad Shaybonixondek istidod egisini vaqtida bayqab xizmatga soldi. Muhammad Shaybonixon haqiqatan saltanatimizning bahodir sarkarjisi bo'lishga munosib ish qildi. Biz uning Samarqandga yurish qilish talabini qo'llab, xon oliylariga qayta tavsiya qilib, noyatimi to'g'ri ish qilgan ekanmiz. Garchi ul yurishga bevosita daxil bo'lolmagan bo'lsaqmi, oliylarning yanida turib madad berdik. Uning g'alaba nusratga yuzlanishini tilab turdik. Oxirgi hisobda Samarqand xonimizga tava bo'ldi. Shul topda Ko'ksaroyning oltin taxti adolat panohimizni kutib turmoqda. Hayajonli kayfiyat yana bir hazon davomlashdi. Amirlar yangidan xushamad so'zlarini topolmaganda ondan jimishdi. Sulton Mahmudxonnimi o'zlarini tabriklashib sharob ichishdi. Ular bu so'rinda o'ltiraverishni beab ko'rgan Xonzoda Xoniga sultonning tangtishlarining so'riniga g'ibbi ketib qolganini to'ymay qilishdi. Sharob ta'siridanmi yoki maqtashlardanmi va yoki pot yaqinda Toshkentning olqiniga o'nch kirdiganligidanmi aytavr qattiq hayajonlangan Ahmadbey Talbaga Said Muhammad Mirzoning o'zini tutib olib sovuqqonlik bilan o'ltirishi faqat yoqmagan edi. Shun uningga ko'zining qirida adovat bilan qarab qo'ydi. Ajab, keliga so'ngak turib qolgan itdek jimib ketding-ku amirlashkar. Bilyapman. Ishching odab ketyapti. Xon oliylari sana emas, menga iltifot ko'rsatyapti. Necha vaqtdan beri hadisli Muhammad Shaybonixondan o'rinsiz gumonlanib, gap yo'rg'ilitib, bizga orom bermagan edi. Mana endi tiling tutilib qoldi. Pot yaqinda Toshkentning mening qo'limga o'tishini qanday qilib to'ssam bo'ladi ekan deb xiyol surayotgansan tayinliq. Hamda amal yo'q. Buningdan keyin Sulton Mahmudxon oliylarining oldida sening e'tiboring bo'lmaydi. Xon oliylari Samarqand taxtida o'tirsa, seni emas, Muhammad Shaybonixonni amirlashkarlikka tayinlaydi. Texi ko'rdigan kuning bor sening. Ahmadbey Talba surgan xiyolidan ruhlanib, Said Muhammad Mirzoning tishiga tegmoqchi bo'ldi. Amirlashkar janoblari, dedi u qasdan gelini qirib qo'yib. Ajab jimib ketdi-ku. Shohimizning xushalligiga o'rtoqlashqilar kelmayvatamdi ya. Yo'qsa taqsir, dedi Said Muhammad Mirzo petini buzmay. Xonimizning bir ulush xushalligi bizning ming ulush xushalligimizdir. Ammo janoblari 30 kechishining hammasini chiqarib yeyishni xushallikning ifodasi deb bilish kerak. Albatta, xushallik degan chiroy ifodasi bilan maqomiga yetadi. Kulgan chiroydan do'stlik, marhamat gullari yog'adi. Misolan, kaminlarning chiroyiga o'xshash. Ammo janoblarining chiroyiga qarab
qor yomg'ir yog'amdikin deb qelyapman. Ahmadbek Talba gapini tugitib qaqoqlab kuldi. Uning bu kulkisiga boshqa amirlarmi jo'r bo'ldi. Kulkining chaktinishib ketishi xuddi tuz selib qo'ygan holvadek bemazzadir, dedi Said Muhammad Mirzo tamkinlik bilan. Ammo kaminalarmi tilidan hasal, dilidan zahar, chiroyidan gul, ko'zdan tikan to'kilib turgan chiroylarni ko'p ko'rgan. Shunga birovni ortiqcha kulkiga zo'rlamasizlar. Rost aytadilar amirlashkar janoblari, dedi Ahmadbek Talba bezanglik bilan hijib va dostxondan bir jangal kishmishni qo'liga ilib turib gapini davom qildi. Qaysi bir kuni Chorsuvdagi maddohning og'zidan mundaq bir qo'shiqni anglagan edim. Anglasa o'qib beray. Kishi meni kishim desa yonchiqimda kishmishim, kishi meni kishim demasa kishi birla na ishim. Ahmadbek Talba qo'shiqni o'qib bo'lib, qo'lidagi bir jangal kishmishni Said Muhammad Mirzoning oldiga qo'yib qo'ydi. Hayt ma'nosi cho'nqur fasohatli qo'shiq ekan, dedi Said Muhammad Mirzo chiroyini qilchilik o'zgartmay. Kaminlarimi xuddi sizga o'xshash Chorsuvdagi maddohdan bir qo'shiq anglab edim. Shu topda sizga o'qib bergim kelyotdi. Anglasizlar. Kishi meni og'am desa, ul mening og'amchi bor. Kishi meni og'am demasa, ul mening soqamchi bor. Sultan Mahmud Xondan tortib barcha so'rin ahli o'zlarini tutib ololmay qaqoqlab kulishib ketdi. Shu daqiqada Ahmadbek Talbaning chiroyi totirib ketgan edi. Said Muhammad Mirzo g'azabdan bo'zirib ketgan Ahmadbek Talbaga loppida qarab qo'yib, oldidagi bir jam sharobni qo'lga oldi-da, dast o'rnidan turib Sulton Mahmud Xonga tavazzu bilan egildi. Muborak bo'lsin oliylari. Samarqandning tasarrufimizga o'tishi albatta hammamizning sharafi. Bayram tariqasida qutlug'lashga tegishli katta ish. Ammo shu topda xushal kayfiyatlarini buzmoqchi emasman. Lekin bir ishdan gumonim bor. Shunga bayotim beri o'sha gumonning asoratida xiyolga paymal bo'lib qoldim. Bilmadim, anglashni xohlamda, lekin xo'sh, dedi Sulton Mahmud Xon xolar xolmas talaffuzda. Oliylarga ma'lum, Sarkarda Shaybonxonning Samarqandni olganlik nusrat xabari Toshkentga yetib kelgili bir hafta bo'lay deb qoldi. Dastlabida mish-mish xabar keldi. Ancha parvo qilib ketmadik. 2 kundan beri bu xabarning rostligi to'liq isbotlandi. Ammo ul Shaybonxonning o'z qalami bilan yozilgan g'albi ma'lumotnomasi texchil kelmayotdi. Bunisi ajablanarlik emasmi? Qoida bo'yicha Sarkarda shaharni olgan amon xonga ma'lumot yo'llash kerak edi. Hisobimizcha uning Samarqandni olganiga xeyli kunlar bo'lib qoldi. Ammo biz bo'lsak texchi ma'lumot topshirib olmadik. Orda sarkardasi bo'lgan odam mushundoq cho'ng ishga parvosiz qararmi? Balkim ma'lumot mangdirgan chaparman yo'lda birar kelishmaslikka yo'liqqandir, dedi Ahmadbek Talba ochiqini zo'rg'a besib turib. Sizlar Sarkarda Shaybonxonga azaldan gumoniy nazar bilan qarab kelgachga, mushundoq bir ehtimollikni nazarga olg'ilari kelmayotganda tayinliq. Har qancha bo'lsa-mu Sarkarda Shaybonxon birli chaparmandan ma'lumot mang'izmas. Uning yanidami orda farmonchisidan bir nechisi bor. Har bir farmonchining yanida 10 nechadan qo'riqchi navkar bor. Samarqandning bu tarafi o'zimizning ilkida. Orda farmonchisiga yana qanday kelishmaslik kelishi mumkin? Xo'sh, kelishmaslik keldimi deylik? Undaqda yanadagi qo'riqchilarchi? Kelishmaslik hammasiga tang kelmaganda. Ahmadbek Talbaning zuvoni tutildi. Shu topda vujudidagi boyqi xushalliqlari tarqab ketgan Sulton Mahmud Xon nim deyishini bilolmay turib qolgan edi. Ma'lum bo'lg'ay, Samarqanddan chaparman keldi,
Yugurib kelgan hödəyçinin bu sözləri bilan Ahmadbek Təlbənin çırayıga pallıdı külkü yugurdu da Seyyid Muhammed Mirza'nın ko'ziga g'olibla chiqarib oldi. Shu daqiqada faqat Sultan Mahmudxon bilan Seyyid Muhammed Mirza hödəyçinin çirayidagi parishonlikqa diqqat qilgan edi. Boshlab ko'r, dedi Sultan Mahmudxon. Ayol o'tmay hödəyçi bey Chaparmanni boshlab kirdi. Qudratlik panohgohim, gunohimdan kashkayla. Chaparman ho'kirab yig'lig'inicha tizlandi. Burni va bir qo'liqi kesilganligi uchun yuz ko'zlari ishib ketgan Chaparmanni o'rd ahli tasti tonadi. Bu Sultan Mahmudxon Shaybonxonning qishig'i avatgan o'rda farmonchisi edi. Ko'ngli birar shum xabarni sezgan Sultan Mahmudxon oldirab so'radi. So'zla, nemish bo'ldi? Shaybonxon saltanatga osiylik qildi. Samarqandni olgandan keyin isyon qilib, o'z oldiga podshohlik jo'qarlidi oliylari. Yolg'on so'zlayapsan, badrak. Shaybonxonga qora chaplayapsan. Sultan Mahmudxon o'ylaganlarini og'zidan chiqarolmadi. Shu topda uning butkul a'zoyi harakatdan to'xtab qolgan edi. Farmonchi bey qo'ynidan bir parcha xatni ilib, qo'sh qo'llab uzatdi. Sultan Mahmudxon o'daychi bey akilib bergan xatni asta qo'liga oldi. Barmoqlari sezlarli titrab ketdi. Shundaqdimi g'azbini besib turib, xatga nazar tashladi. Xatni Shaybonxon o'z qalami bilan yozgan edi. Bismillahirrahmanirrahim. Janobi Sultan Mahmudxon oliylari dargohiga yetib ma'lum bo'lgayki, avval yegona qudratlik Allohning roziligi, ondan qolsa oliylarining madad berishi bilan jahonga mashhur nomi baldaim mahfuz bo'lmish shahri Samarqandni ilkimga oldim. Shul topda oliylarining ko'k saroydagi oltin taxtni kech kunduz tushab, tama qozonining qaynayotganligini bilib turibdiman. Ammo shunisi samilarga oydin bo'lsinki, sizlar Xon Sulton avlodi bo'lsizlar, men Xon Sulton avlodidandirman. Buzrukvar babam Sulton Ubul Xayrixon oliylari o'z zamonasida bepoyon dast qipchoq dolisiga yegona hukmron bo'lib, atrofdagi Xon sultonlarga homiylik qilib kelgan. Shul qatorda Mavara-un-Nahir, Xuroson va Farg'ona hukmdori bo'lmish Sulton Abu Said Mirzamo janobi boboy buzrukka ulpan topshirib, saltanatini saqlab qolgan. Dasht qipchoqdan Samarqandga kelgan o'zbek bahodirlarining jasorati tillarda doston bo'lgan. Keyingi kunlarda Keray va Jonbek qatorli qozoq sultonlarining isyon qilishi bilan xonadonimiz vayron bo'ldi. Otilari Sulton Yunusxon tog'am Buruj o'g'lonni Qorato'qayda qatl qildi. Biz kabi xonzodlar sizlardek nargi bir kelgindi xon sultonlarga nökar bo'lishga majbur bo'ldik. Elimi qudratli Tangrining tugumas inoyati peshonimizga bitgan taxt saltanati bor ekan. Oxiri Samarqanddagi katta shaharni qo'limizga erishga muyassar bo'ldik. Gapni ochiq qilib qo'yayki, Samarqand taxtigohida sizlarning qilchilik haqqilari yo'q. Uning sultonligini Alloh egam mening peshonamga bitgan ekan. Endi uni mendan hech kim so'yib elish xiyolida bo'lmag'ay. Navoda buningga qoyil bo'lmay urush qilmoqchi bo'lsalar, men tayyor. Azaldan kimiki Samarqand taxtida o'ltirsa, Farg'ona, Toshkent, Xuroson vodisi shuningga tava bo'lib kelgan. Bundaq deyishga muddo shulki, o'zlarini so'rab Toshkentni bekorlab, Otimras taxtigohlari bo'lmish Turponga ketishga hozirlik ko'rgaylar. Bo'lsimillarni menga har kim chiroyliqcha bersa, chiroyliqcha olaman. Sarkashlik qilishga petinsa, qilchilik yuz xotir qilmayman. Qahr g'azabimning qandoqligini ushbu maktubni elib borgan farmonchining turqidan bilgaylar. Xayr. Aziz tanlarga salomatlik tilab, Hazrati Imom Rahmon xalfai zamon Iskandar soni Sulton Muhammad Shaybonxondan deb bilurlar.
Namı tamam. Vesselam. Özünü bilmegen oyasız xər. G'azabini besib Sultan Mahmud Xon qo'lidagi xatni mo'jig'inicha yerga zarb bilan otdi. Allaqandoq bir kelishmaslikni faraz qilib, iztirobga tushgan Ahmadbek Talba go'yo Sultan Mahmud Xon bu so'zni o'ziga qaratib da'vatgandek tuyg'uga kelib, dir-dir titradi. Elim yaxshi kun o'ldirib, boqqa baldurli qarong'i tushgan bo'g'ashqa, uning bu bechora turqiga hech kim diqqat qilmadi. Chiroq yiqishmamsan, zavol tushganini bilishmidingmi? deb vaqirdi Ahmadbek Talba xizmatkorlarga qarab. Shu daqiqada u mushu usul bilan vujudidagi vahimani besishga tirishayotgandek qiladi. Ammo uning bu so'zlari Said Muhammad Mirzaga Sultan Mahmud Xonning saltanatiga zavol tushganini bilmadinglarmi degandek tuyulib, butkul a'zoyi surkinib ketdi. Abi rahmat daryosining suyi gugun qo'ynida qorayib ko'rinadi. Gerçi kuz havası ancha sovib ketmagan bo'lsa-mu, havo tutuq bo'lg'achqa Urgut tog'laridan asgan kuz shamoli odamning g'olini qo'riydi. Nökerlar sovuq shamoldan daldalanish uchun yelin tonlarga qimdalgan edi. Ammo vujudi ishonchga to'lib tasqan Bobur bo'lsa, to'lim ruhli ko'rinadi. Qaddini tik tutganicha pat-pat Samarqand tarafga qarab qo'yadi. U Muhammad Mazid Tarxon bilan Chiltu yayliqida xo'shlashgandan keyin yanada qilib qolgan 240 nökar va 10 sadoqatlan beg sipohlar bilan Kashtut qo'rg'onidan o'tib, Raboti xo'ja qo'rg'oniga hujum qilib, mag'lubiyatga uchradi. Xar degan eshak degan so'zgana. Amalsiz tashlab turg'idek joy topolmay, birdi yor yayliqi, birdi shunqorxona teg'i atrofida mo'kib yurgach, Shaybonxonning ahvolini tinglashga ayg'oqchi mang'ozdi. Ayg'oqchilar Shaybonxon Samarqand shahrini sarkardasi Janvapa Bekka topshirib, o'zi asosli qo'shini bilan shahar sirtidagi Xo'ja Didorda lashkarga qurib turib etibdi. Janvapa Bek Samarqand shahrini 500 nökar bilan saqlab etibdi degan ishonchli ma'lumotni yetkazdi. Bu xabar yili yayloqda, yili tog' orasida mo'kib, bara-bara ishonchini yo'qotgan Boburga qaytadan umid ishonch bag'ishladi. Gerçi Samarqandni saqlayotgan yovning soni oz bo'lsa-mu, shahar sirtida Shaybonxonning asosli qo'shini bor. Ilkimizda nökarning tayini yo'q. Bu ishga oldirab tavakkul qilmoqimiz yaxshimikin? dedi Mirza Do'st Nasir. Babur Mirza Do'st Nasirning andishiga oldirab ifoda bildirmay Qosimbek Qochinga qaradi. Chunki Shaybonxonning lashkariy ahvoli uning bas qo'ldek ayon edi. O'zidan necha 10 hassa kuchlik yovg'a jang e'lon qilish uchun sarkarlari ishonch turg'izishi, fikrda birlikka kelib olishi zarur edi. Samarqandning ozg'ini yovlashkari bilan mudofaa qilinishi biz uchun tepilg'usiz fursat, dedi Boburning muddasini tushungan Qosimbek Qochin. Gerçi nökarlarimizning soni Samarqandni qo'rqitayotgan yovlashkarlarning yarmiga yetmasa-mu, ammo har birining 2-3 dan yovg'a tetig'idek jasorati ham qurbati bordir. Mirza Do'st Nasir Begning andishisi ortiqcha emas. Lekin bir niyatda g'ayratga keldigan bo'lsak, Samarqandni cho'qim ola olamiz. Chunki g'ayrat shamshirini qat'iy niyat bilan qinidan sug'ormog'icha g'alaba yuzni ko'gili bo'lmaydi, hamda botirlik o'qini tadbir yosida otmog'icha nusrat xabarini anglig'ili bo'lmaydi. Shundoq, dedi No'yon Ko'kildosh Qosimbek Qochinni yoqlab. Samarqandga qora kuchimizga to'yinib emas, tadbir bilan hujum qilish kerak. Ayni mudda. Yov hozir g'alaba xushalliqida bexuddir. Uning ustiga Shaybonxon bizdan emas, Sulton Mahmud Xondan ehtiyot qiladi. Shunga biz ularning o'sha ojizligidan foydalanib, ko'zga ilmagan putoqni putiga cho'moq qilishimiz kerak, dedi Mirza Abdulvahhab Mo'g'ul. Mencha ol Shayboq uncha qo'rqinchli emas, dedi Bobur ishonch bilan. Gerçi ol munofiq yolg'on muhabbat maktubi yelisi bilan Samarqandni osonli olgan bo'lsa-mu,
Ammo sarkard lashkarlari shahar aholisini bulab-talab qilmagan askilik qolmadi. Avam ul yavoylardan joq to'ydi. Onundan boshqa Sülük peshvosi Xo'ja Yahyo Ison hazratlari bilan Xonzoda Sulton Ali Mirzoning o'ldirilishi ko'p qism ra'yatni g'azabga keltirdi. Ular toshalmayli turibdi. Bu biz uchun fursat. Shaharga kirdiganlar bo'lsak, avomning qo'llisiga erishishimizda gap yo'q. Shaybonxon ismining kamsitilib atilishi deb izohatda. Biz podsho oliylarining otgan o'qidurmiz, deyishdi sarkarlar bir niyatga kelganligini bildirishib. Ondaqda Samarqandga kechida hujum qilganimiz afzal, dedi Qosimbek Qovchin. Kunduz oshkor hujum qilsak, shahar do'rg'isi Jonvapa bek Shaybonxonga xabar yetkazishi mumkin. Ol chaqda shaharni elish emas, o'zimizni saqlab qola olmaymiz. Shunga shahar atrofidagi mahallalarga bir qancha navkar avatib, bir necha puxta shoti tayyorlaydi-da, navkarlarni shoti bilan sepil ustiga chiqaraydi. Samarqandni qo'limizga ilib olsak, Shaybonxonning shaharga bostirib kirmak uncha oson emas. Chunki shahar sepili mustahkam, xandaklari cho'nqur. Shahar aholisi ul bosqinchilar uchun emas, biz uchun jang qiladi. Önümlük tadbirkan, dedi Bobur gapni cho'rtla kesib. Noyan Ko'kildosh bilan Xusrav Ko'kildosh 10 navkar elvilib 3 kun ichida shoti tayyorlasin. Farmon berdormiz, dedi ichki sarkarda das o'rnidan turib. Shot bitgan amon xabar beraylik. O'z ishinglarga puxta bo'linglar. Hech kimga sezdirib qo'ymanglar. Shaybonxonning payloqchilaridan ehtiyot qilinglar, dedi Qosimbek Qovchin tapalab. Bugun Noyan Ko'kildoshga berilgan muhlat boshqan edi. Shu topda namoz shamni o'qib bo'lgan Bobur chedirda o'tirg'izganmay xabar kutib sirtqa chiqib olgan edi. Birdamdala atrofga tun pardasi to'liq yeyildi. Shuning bilan tang simildab yomg'ir yog'ishga boshladi. Yomg'irda sovuq o'tkazvamizlar oliylari. Bugun kechidagi bo'lg'usi jangni xiyol qilib turgan Bobur Qosimbek Qovchinga minnatdorlik bilan kulimsirab javob berdi. Necha vaqtdan beri beshimizga kelgan mushkulotlar oldida bunchalik yomg'ir nima janoblari? U yuzini yomg'irga mag'rur tutib turib so'zni davom qildi. Yomg'irning yoqqini to'liq yaxshi bo'ldi. Shunda oliylari, dedi Qosimbek Qovchin tavazzu bilan. Sepil ustidagi yovlashkarlar yomg'irdan daldalanish uchun kuzatxonaga kirib ketadi. Alloh egam ishlarimizni o'ngishli qiladigan o'xshaydi. Inshaalloh. Ma'lum bo'lg'ay, Noyan Ko'kildoshdan chaparman keldi. Boshlab kel, dedi Bobur xos mahrimiga. Hayol o'tmay chaparman yetib keldi. Shotlar tayyor bo'ldi oliylari, dedi u egilib salom bergandan keyin. Necha shot tayyorladinglar? So'radi Qosimbek Qovchin. Jami 6 shot tayyorladik. Har biri 6-7 dan navkarni bemalol ko'taralaydi. Noyan Ko'kildoshning puxtaligiga gap ketmaydi, dedi Bobur rozimanlik bilan. Farmon, sarkard navkarlar darhol yo'lga chiqqay. Zamin qozonni ko'mtirib qo'ygandek qop-qorong'i. Yig'ayotgan kuz yomg'iri birda adab taraslab tushdi, birda yana simildaydi. Shapi chiqarmaslik uchun otlarning tuyoqlariga kigiz, qanot parchasini tengib olgan navkarlar tun tang bo'lganda Samarqand sepilining Firozi darvozasiga yaqin Mag'aq ko'rigiga yetib keldi. Darvozaning ustidagi kuzatxonaning panjarasidan chiroq yo'riqi tun qorong'usida ko'zga aniq chiliqatdi. Bobur Noyan Ko'kildosh bilan Mag'aq ko'rigida uchrashdi. Xeylidan beri kuzatyapmiz, dedi Noyan Ko'kildosh ahvol tanishtirib. Yomg'ir yoqqandan beri sepil ustida kuzatchilarning qorasi butunlay yo'qoldi. Fahmimcha, ular kuzatxonada daldallanayotgan bo'lishi mumkin. Qo'rg'onning ichidagi ahvolchi. Atgan shaharga madkor siyoqida kirgan oyg'oqchining tang-tanglishicha, shahar do'rg'isi Jonvapa bek marhum Xo'ja Yahyo Ison hazratlarining qasrida turib yetibdi. Har qaysi darvozalarda kuzatchilarning soni 30 dan ortiq emas ekan.
Firoza darvozasida kuzatchilarning begi Fazil Tarxon ekan. Fazil Tarxon? Shundoq oliylar. Fazil Tarxon begi Tarxonlardan emas, balki savdogar Tarxonlardanmish. Turkistonda Shaybonxon xizmat qilib e'tiborga erishgan ekan. Ahvoldan qaraganda tashkiliy ishlarga ham o'xshaydi. Shunga hujumni Firoza darvozasidan boshlaylikmikin? Shundoq bo'lsin, dedi Bobur. Sizlar Xusrav Ko'kildosh bilan birga 50 navkarni elib Firoza darvozasini ochsalar. O'tqash belgi bo'lsin. Bobur bir necha daqiqa turib elib qo'shib qo'ydi. Mirzo Abdulvahab Mo'g'ul amdamli bo'lsin. Qog'onlarimiz belgini ko'rgan amon darvozaga boraylik. Sho'tini Firoza darvozasiga bek yaqin qo'ymanglar, dedi Qosimbek Qovchin. Navoda darvoza kuzatxonasidagilar sezib qolsa, ishinglar tasga tushadi. Kamillarimiz shu o'yda, dedi No'yon Ko'kildosh. Sepilg'i g'orashgan yorliq tarafdan sho't qo'yalimkin deyman. Yorliq taraf bek xatarlik bo'lg'achqa kuzatchilar ancha chorlab ketmaydi ekan. U yer bilan Firoza darvozasining orliqi ancha yiroq emas. Shundoq qilinglar, harakatinglar sharpsiz ham chabdas bo'lsin, dedi Bobur. Oldin hujum qilishga belgilangan 50 navkar No'yon Ko'kildoshning yetakchiligida tun qo'yniga sho'ng'idi. Sho'ta ham uzun, ham eg'ir, ham kelansiz, g'or ochgan yorliqi xeyli xatarlik edi. Navkarlar shap chiqarmaslikka tirishib, sho'tlarni bir-birlab sepilg'i tiradi. Sepilning ustidan ha deganda o'q, yog'och toshlarning etilish ehtimolini nazarda tutgan navkarlar birinchi bo'lib sho'tga yomishdan ehtiyot qilib qolgan edi. Sepilning ustidan ha deganda o'q, yog'och toshlarning etilish ehtimolini nazarda tutgan navkarlar birinchi bo'lib sho'tga yomishdan ehtiyot qilib qolgan edi. Yurakli bo'linglar yigitlar, dedi No'yon Ko'kildosh o'tirdagi sho'tining birinchi baldiqiga putini ep turib. Sepilning ustiga chiqqandan keyin o'zinglarni ukak qo'qtilarning daldisiga ilinglar. Yov kuzatchilari sezib qolmasin. No'yon Ko'kildosh bilan tang Xusrav Ko'kildosh, Mirzo Abdulvahab Mo'g'ullarning sho'tiga chiqishga boshladi. Navkarlar ularning orqasidan agashdi. Sepilning usti ikki otliq lashkar bemalol u yoqdan bu yoqqa chepib o'tgidek kang, ukak qo'qtilar belgi kelgidek egiz edi. Navkarlar uch sarkarning boshchiligida yangichkinacha Firoza darvozasiga qarab yugurdi. Darvozaning tuyiga kuzatxonaning ichidagi palampay bilan tushgili bo'ladi. Qorovullarning hammasi yomg'irdan qochib kuzatxonaning ichiga kirib olgandek qiladi. No'yon Ko'kildosh kuzatxonaning ichini tinglab bir necha daqiqa turib qoldi. Yana saqlab yerishga bo'lmaydi. U kuzatxonaga bostirib kirish qaroriga keldi. "Sizlar", dedi u Mirzo Abdulvahab Mo'g'ulga pichirlab, "kuzatxonadagilarni ujiqtirishga mas'ul bo'lsizlar. Men palampay orqali pastga tushib darvozani ochay." "Sizlar", dedi u Xusrav Ko'kildoshga qarab, "biz pastga tushib darvozaga yaqinlashishimiz zamon podshoh oliylari o'tqa chiqib belgi baslar." Ular Andil kuzatxona ichiga yaqinlashishiga oyoq tivishi qattiqroq chiqib ketdi-mi aytavur, kuzatxona ichidan "Bidoy" degan jarangliq ovoz anglandi. Bidoy, bug'doy, qipchoq shivisi debdi izohatda. No'yon Ko'kildosh ularning uran so'rayotganligini his qildi. Uran degan parol degan so'z debdi izohatda. Odatda kechilik kuzatchilar olmishadigan vaqtda yoki o'zaro uchrashsa uran so'rashadi. Javob berolmasa yoki xato javob bersa, aniqlab o'ltirmayla nog'ri chilib atrofidagilarga xabar beradi. Uran nim bo'g'iydi. Shaharga oyg'oqchi kirgizganda aniqlatqizsam bo'pti ekan. Lekin bu oson emas. Uranni kunda bir almashtirib turdi. Amdiyan saqlab turmaslik kerak. Ahvolning qil ustida qolganligini his qilgan No'yon Ko'kildosh chaqmoq tezligida kuzatxona ichiga etildi va nemish bo'lganligini anqiramay tamtirab qolgan yov lashkarlarga tashlandi. "Bu yasiliga qoldi", dedi u oldiga to'g'ri chiqib qolgan yov lashkarlarini qilishlab tashlagandan keyin Mirzo Abdulvahab Mo'g'ulga qarab, "Men pastga tushib darvozani ochay." No'yon Ko'kildosh bir qism navkarlarni agashtirib pastga tushganda darvoza ustidagi qiyochiyadan uyg'onib ketgan lashkargohdagilar qurollarini elib sirtqa chiqishga ulgurgan edi. Hayot mamotliq quchoqlashma jang boshlanib ketdi. Ajal qilichlarining bir-biriga zarb bilan urilishdan chachirgan ushqunlar tun qo'ynida yolt qilib o'chadi.
Tığ zarbisidan kimlardir echinishliq engraytdi. Darvozani ichish uchun yugurib mangan Noyan Ko'kildashning lashkarlariga jon jahli bilan buyruq berayotgan Fozil Tarxonga ko'zi tushdi-da, uningga qarab yo'l vostak etildi. Sipahlıqdan ancha xabar yo'q Fozil Tarxon etilib kelayotgan Noyan Ko'kildashni ko'rib, yo oldiga mengishni, yo kayniga qechishni bilolmay dong ketib turib qoldi. Shu asnoda Noyan Ko'kildashning zarb bilan urgan qilichi dal uning bo'yniga kelib tushdi. Sarkardisning o'limini ko'rgan yo'l askarlarining jasorati butunlay sungan edi. Nökerlar ularni qiynalmayli qilishdan o'tkazdi. Noyan Ko'kildash orqasiga yenib, darvozaning qo'shmustumdek yo'g'on qulupini beliga qistirib olgan oypalda bilan chaqdi. Quyma cho'yin darvozani midirlatmoq ancha oson emas edi. Odatda uni halqasiga bog'langan org'amchi bilan otqa so'rtib ochatdi. Nökerlar otqa so'rtadigan org'amchi bilan tortib darvozani ochdi. Onungacha Xusrav Ko'kildash xandakdan o'tadigan osma ko'rikni tushirib, o'tqa yiqib belgi berib bo'lgan edi. Babur xandakning osma ko'rikidan o'tib turishiga darvoza ochildi. "Yo'laysizlar, bahodirlikni iqtidoriga yetkazdinglar", dedi Babur Noyan Ko'kildash qatorliq sarkard nökarlarga qarab. "Darhol nog'ri chelib cho'qon suran silib vahima paydo qilinglar", dedi Qosimbek Qovchin. Xusrav Ko'kildash bir qism yigitlar bilan Firoz darvozasini bekitsin, dedi Babur Noyan Ko'kildashga qarab. "Sizlar Chorraha darvozasi tarafga hujum qilsizlar. Do'st Nasir, Xonquli beglar Ohanin darvozasiga hujum qilsin. Qosimbek Qovchin janoblari G'ozir Sulton darvozasiga, Mirim Nasir, Shayx Darvish beglar Suzangaron darvozasiga hujum qilsin. Men Sherinbek tog'ayi, Mirzo Abdulvahab Org'unlar bilan Xo'ja Yahyo qasridagi Jonvapo begni tutay." Farmon topshirib olgan sarkarlar nökarlarni agashtirganicha otlarini choptirib ketishdi. Sut uyqusida yotgan Samarqand ahli tuyuqsiz yangragan nog'ri ovozi va cho'qon so'randan cho'chib uyg'ondi. Bu dahshatli sadodan uyg'ongan Jonvapo beg o'zini tushida emas, o'ngda qor bosganligini his qildi-da, oldirab tenab kiyinib shaharni mudofiya qilish uchun nökarlarni agashtirib, Ohanin darvozasiga qarab ot soldi. "Ahvol chatoq to'rg'i janoblari, Bobur podshoh shaxsan o'zi qo'shin boshlab kelyotdi." Shaybonxon yetib kelib bo'g'icha Ohanin darvozasida tirkishni ko'ngliga bukkan Jonvapo beg choparmandan bu xabarni anglab, qaytadan Qoratarga cho'mdi. Shu topda uningga Bobur Samarqandga tumanlagan lashkarlar bilan bostirib kirgandek tuyulib ketgan edi. Shaybonxon oliylar yordam kelib bo'g'icha darvozani saqlash emas, mening bu kallamni bo'ynimda turmaydigan o'xshaydi. Eng yaxshisi jinimni qutqizay. O'limdan boshqasi tomosha debdikan. Jonvapo beg Ohanin darvozasini qo'g'dashdan voz kechib, etining beshini shaharning sirtiga burdi-da, jon jahli bilan qamchi soldi. Tong otqicha Boburning sarkard nökarlari Samarqandning hamma darvozasini to'liq egiladi. Kechidagi jangning sababini anqirib ulgurgan shahar aholisi, oshpuzul xo'jayinlari, do'kondorlar, hunarvand kasblar, boy to'rilar tavoq-tavoqlarda osh go'shtlarni ko'tarib kelib, sarkard nökarlardan hol so'radi va o'zligidan tashkillanib, tayoq to'qmoqlarni ko'targunicha qechishga ulgurmay mukib olgan yovlashkarlarni dumbalashga boshladi. Shaybonxon shaharni saqlashga qo'ygan 500 lashkarning hammasi degidek mana shundoq echinishliq o'ltirildi. Ma'lum bo'g'ay, bir qism bekor talab shaharlik cheklari aholini bulan-talon qilyotdi. Ma'lumotni anglab Bobur g'ushida qapqini turdi. "Farmon", dedi u kaskinlik bilan qo'lini shiltib. "Har qaysi darvozalarni bekitishga Noyan Ko'kildash nazoratchilik qilsin. Xusrav Ko'kildash, Sherinbek tog'aylar avomdan tashkillangan fidoyilarga bosh bo'lib, sepil ustiga o'q, yog'och tosh ochiqsin. Sarkardi Shohqul Mardon zambiraklarni tekshirib, manjanoqlarni tayyorlasin. Mirzo Abdulvahab Mo'g'ul bosh bo'lib, ko'cha rastlarni chorlasin. To'polondan to'g'ash o'g'irlash maqsadida mol dunyo bulash qo'yga tushgan shahar lukshaklariga seli rahim qilinmasin. Sarkashlik qilishga petinganlarning kollasini elinglar. Ra'iyatni xotirjam qilinglar."
Baburni o'z bilan jang qilishga jur'at qilolmaydi. Bir bo'lsa Farg'onaga ketishga, bir bo'lsa Toshkentdagi tog'asi Sulton Mahmudxonning yeniga berishga majbur bo'ladi deb xotirjam o'tirgan Shaybonixon Samarqand shahrining bir kechada Boburning qo'liga tushib ketganligidan xabar tepib, qulqiga ishonmayli qoldi. Oldiga salpaygan peti gunohini tilab kelgan Javob Begni adablashga muroyi barmay, lashkarlarini boshlab yetib keldi. Bu chaqda shahar darvozasi va sepillaga Boburning tug' alamlari qadilib bo'lgan edi. Bu manzarani ko'rib, o'ta yerilg'udek g'azablandi. Lekin Boburning zodi qanchalik lashkar bilan shaharni besib olganligini bilolmagachga, damolliqqa hujum qilishga petin olmadi. Uning sizmo xandaklari keng ham chunqur, sepillari egiz ham mustahkam Samarqand shahrini hujum bilan elish ancha oson emasligi o'ziga ayon edi. Shunga bexodlik qilib shaharni saqlashga ozg'ina lashkar qo'yg'iniga pushaymon qilib, ilojisiz xo'ja didorga qaytishga majbur bo'ldi. Bu chaqda o'rdadagi Bo'ston saroyiga tushgan Boburni shahardagi kattalar, islzodalar, avom vakillari va olim o'limalar kelib muboraklashmoqda edi. Keyingi kunlarda Bobur voqea nomli kundalik xotirasiga bu qitimqi jangni xuloslab, tuvandagi qurlarni yozdi. 140 yilga yaqin Samarqand poytaxti bizning xonadonda bo'lib kelgan edi. Nadiki bir yot va dushman o'zbek kelib egilib olgan edi. Qo'ldan ketgan mamlakatni Tangri qaytadan berdi. Talon-tarozga ushtirgan viloyat yana qo'limizga kirdi. Sulton Husayn Boyqara Mirzamo yerini mushundaq yo'l bilan tuyuqsiz olgan ekan. Lekin ishbilar kishi oldida ro'shan, insof egasi nazarda aniqki, u elish bilan bu elish o'rtasida cho'ng farq bor. Birinchidan Sulton Husayn Boyqara Mirzo ko'p ish ko'rgan, nurg'un tajribalarga ega bo'lgan cho'ng podshoh edi. Ikkinchidan uning dushmani Yodgor Muhammad Nosir Mirzo bo'lib, u 17-18 yoshlik tajribasiz bir o'g'lon edi. Uchinchidan dushmanining ichidan hamma ahvolni biladigan Mirali Miraxo'r chiqib, Mirzoga kishilarni avatib, ularni to'ydirmay dushman ustiga ep kelgan edi. To'rtinchidan uning dushmani qo'rg'onda emas, balki bog'izag'onda bo'lib, Sulton Husayn Boyqara Mirzo shaharni olgan mezgilda Yodgor Muhammad Mirzo o'z odamlari bilan ishvozlik qilib atgan ekan. U kechasi Yodgor Muhammad Mirzoning saroyida 3 kishi qolgan bo'lib, ularni mast ekan. 5-dan u Sulton Husayn Boyqara dushmani shu qadar g'ofillikda turganda keldida shaharni oldi. Men Samarqandni olganda 19 yoshda bo'lib, hech qancha ko'p ish ko'rmagan va tajribasiz edim. Ikkinchidan, mening dushmanim Shaybonixondek tajribasi mo'l, ko'p ish ko'rgan cho'ng yoshli bir kishi edi. Uchinchidan, bizga Samarqanddan hech kishi kelmagan edi. Garchi shahar aholisi meni xohlasimi, lekin Shaybonixondan qo'rqib, hech kim bunday o'ylamaydi. To'rtinchidan, mening dushmanim qo'rg'onda edi. Biz qo'rg'onni elib dushmanni qochirdik. 5-dan biz bir qitim Samarqandni elishga kelib, dushmanni tuydirib qo'yganligimizdan, ikkinchi qitim kelib Tangrining inoyati bilan Samarqandni oldik. Bularni deyishdan g'araz boshqalarni kamsitish emas, balki yuqorida aytilgandek bo'lgan ishni bayon qilish. Bularni yozishdan maqsad o'zimni orttirish emas, balki yuqorida yozilgandek rost ishni deyish. Hurmatli o'quvchilar, bugun kitobni mushaygacha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib olganlarga rahmat. Xayr xo'sh, omon bo'lgaysizlar.